Selam, selam. Ko'rib turganingizdek olishimni bugun pahlavonimni suzish to'garagiga olib keldim. Ko'rib turganingizdek chulup deya kayfli suzishi davom etmoqda. Juda qo'rqqan edim, ammo aksincha ustozi bilan chiqishib olib, mazza qilib suzishni o'rganmoqda. Deyishingiz mumkin, bu bolakayni nega bu yoshdan olib kelding? Hali endi birga kirdik-ku deb. Adashasiz. Bu yoqda 0 yoshdan, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlardan boshlab suzishni o'rgatar ekan. Juda hayron qoldim o'zim ham. Chunki mendan video olmoqchi bo'lgandim, lekin ota-onasining ruxsati bo'lmaganligi uchun ololmadim. Siz azizlarga ko'rsatmoqchi edim. Men nega bu sport turini tanladim? Suzish, chunki bola uchun juda foydasi katta ekan. Butun qo'rquvlarini yo'q etar ekan. Mashalloh.